Yaxshilab bir maqtaning, keldim, bir oy tursa ham qotmaydigan, xamiri og'izda uqalanadigan, pishirib sotsa yili yaxshigina daromad keltiradigan shirinlik retsepti bilan keldim. Maydalangан yong'oqni shakar bilan aralashtirib, bitta tuxumni oqini solib aralashtirib, nachinkamizni olib qo'yib, xamir qoramiz. Admiral oliy navli unni elakdan o'tkazib, xona haroratidagi o'na margarini, razrixletelni solib, yaxshilab urpolab olamiz. Smetana hamda bitta tuxum sarig'ini solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Xamirimizni esa yarim soatga tindirish uchun muzlatgichga yuboramiz. Xamir retseptiga e'tiborli bo'linglar. Video tagida to'liq retseptni qoldiraman. Bu pisochniy xamirni proporsiyasi umuman boshqacha. Ko'rsatilgandek qilib yoyib, bo'laklarga bo'lib, nachinkalarimizni joylab olamiz. Xamir yupqa yolganiga ahamiyat bering. Xuddi xamir hasib o'ragandek o'rab, 175 gradusda 15-20 daqiqa davomida pishirib, sovutib olamiz. Shakar upasiga belaymiz. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilishni unutmang.